Har doim biz yuz terimizni chiroyli parvarish qilamiz. Bunda sizlarga foydali maslahatlar berib boraman. Lekin qo'limizni parvarish qilishni unutgan ekanmiz. Yuzimizdan tashqari qo'limizni ham ochiq sohalarimizni parvarish qilishimiz kerak. Shuning uchun sizlarga 7 kunlik tekin marafonni taqdim qilmoqchiman. Bunda qo'llarimizni yoshartiruvchi maslahatlar va maska retseptlari berib boriladi. Hozir qo'llarimizni yoshartiruvchi maska retseptini tayyorlaymiz. Maskamiz uchun ikkitagina mahsulot kerak bo'ladi. 1 choy qoshiq zaytun yog'i. Zaytun yog'i terimizni namlantirib, yoshartiradi. Tarkibida vitamin E lar bor. Undan keyin 1 choy qoshiqcha asal kerak bo'ladi. Toza asal. Asal skrab vazifasini bajarib, terini qon aylanishlarini yaxshilab, yaxshi yoshartirib beradi. Bu maska retseptini yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshi aralashib bo'lgandan keyin maskamiz tayyor. Qo'limizga surtamiz. Shu maskamiz qo'limizda 10 daqiqa turadi. 10 daqiqadan keyin iliq suv bilan yuvib tashlab, qo'l uchun mo'ljallangan kremlarni surib qo'yamiz. Maskani yuvib bo'ldik. Endi qo'llarni yaxshilab quritib olamiz. Undan keyin tabiiy bo'lgan mohim kremini, qo'l kremini qo'limizga surtamiz. Bu 7 kunlik tekin marafonimiz yana davom etadi. 7 kunda qo'l terimizni yoshartirib olish uchun bu marafonga qatnashing. Unda tekin uy sharoitida maska retseptlarini, yoshartiruvchi maska retseptlarini beraman. Marafonimiz mutlaqo bepul. Siz sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'plab tekin marafonlarda ishtirok etasiz.